muhabbat o'zi nima? Bizning tushunchamizda muhabbat o'sha muzakkar jinsidagi insonni muannas jinsidagi insonga bo'lgan tuyg'ulari. Muhabbat nima? Muhabbat siz bilan bizga kinoda ko'rsatayotgan narsa emas. Shoirlarning she'rini mavzusi yo'q, hofizlarning so'zlarini ma'nosi yo'q. Muhabbat bor, birodarlar. Muhabbat, birodarlar, al-hub deyiladi arab tilida. Al-hub kalimasi qomusda habbaba deb keladi, ya'ni qalbning moyilligi. Qalbingiz qaysi narsaga moyil bo'lsa, chinakamiga moyil bo'lsa, shu narsaga muhabbatingiz bor. Muhabbat bor. Haqiqiy muhabbat bu Alloh taologa nisbatan bo'lgan muhabbat. Qalb Allohga moyil bo'lishligi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mo'minmi? Allohni yaxshi ko'rishligi kerak. Endi valladina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Qalbi Allohga moyil bo'ladi. Tushunarlimi?